nomahram qizlar bilan, nomahram yigitlar bilan telefonda gaplashishlik hozirgi zamonamiz eng katta fitnasiga aylanib qoldi. Bu juda xavfli narsa. Nimaga desangiz, bugun siz bo'ydoqlik paytingizda jami 20 ta qiz bilan gaplashsangiz, hammasini ota-onasi borda. Ertadan keyin sizga Xudo bitta qiz beradi, jami 20 ta bola sizni qizingiz bilan gaplashadi. Eng kamida shu. Xudo kechirib yubordim deganda ham shu ish bo'ladi, chunki qaytar dunyoda. Bugun siz birovni qizini qo'lini ushladingizmi, sizni ham qizingizni birov qo'lini ushlaydi, bu ham qaytar dunyo. Hozir biz Allohni bizni ko'rib turganligini esimizdan chiqarib qo'yapmiz, muhtaram ahli jamoa. Siz birovni qizi bilan kechqurun ko'rpan tagiga kirib gaplashyapsiz, hech kim ko'rmayapti deb o'ylab shu gumonda gaplashyapsiz-da. Agar otangiz kelib tepangizda eshitib o'tirsa gaplashmaysiz. Nimaga otangizdan qo'rqasiz? Ha, otangiz mayli, Xudodan qo'rqmaymizmi? Alloh ko'rib turibdi-ku. Ertadan keyin Xudo sizga ham qizlar beradi. Bir xilgilar aytadi, ha menda 3 ta o'g'il Xudo xolasa bizga qaytar dunyo bo'lmas ekan deydi. Ha, sizga o'sha o'g'lingizga birovlarning tagidan chiqqan yengiltak ayollar kelin bo'ladi. 20 ta birovni qizi bilan gaplashdingizmi, 20 tasini tagidan chiqqan kelin siz o'g'lingizga kelin bo'lib keladi. Bu Alloh hech ham yutqazib qo'ymaydi. Alloh doim yutuqda u. Va makaru va makarallohu vallohu xoyrul makirin deydi. Banda ham makr hiyla qilaveradi, Xudo ham makr qiladi, lekin Xudo eng yaxshi makr qiluvchi deb oyatda aytiladi. O'shaning uchun xom xayol bo'lmaylik. Bugun Alloh taolo dastimizga 3-4 so'm berib, qo'limizga telefon bitib qolib, yo mashina bitib qolib, yo Alloh taolo bergan husn bilan uncha-munchasini aldab qo'yib turgan bo'lishingiz mumkin. Asl haqiqat o'zingiz aldayapsiz. 5 kunlik dunyoda Alloh taolo sizga bergan aql ne'mati, sog'lik ne'matini xayf qilyapsiz, isrof qilyapsiz. Shu xolos. Agar kim ertadan keyin 40-50 ga kirganimda odamlar eshigim taqillatib kelib, qizingni yig'ishtirib va meni o'g'limni yo'ldan uryapti ekan. Qizingni yig'ishtirib va ana yerda sochini yozib o'yinga tushyapti ekan demasin desa, bugun birovni qizlarga qaramasin, o'shalarni qo'lini ushlamasin, zino qilmasin, telefon nominal aldamasin. Agar bugun shu ishni qilar ekansiz, zamonani ko'rib turibsizlar. 10 yil oldingi insof yo'q hozir. Endi tasavvur qiling, bugun siz birovni qizini shunaqa qilib zino qilib, qo'lini ushlab boshqa qilib yuribsizmi? 20 yildan keyingi jamiyat qanaqa bir xaroba jamiyat bo'lib qoladi. Hozir o'zi islomning nomi qolyapti xolos, amal qolmayapti. Endi shu ketishda qiyomatga yaqinlashib boraveradigan bo'lsak, Xudo biladi hali bizning qizlarimiz voyaga yetib turmushga chiqquncha qanaqangi darajada iflosgarchiliklar bo'lib ketar. Qiyomat alomatlaridan biri shu. Ko'chada odamlar zino